Hammaga assalomu alaykum. Shu turdagi hamma dazmollar deyarli bir xil joydan tuzalishini bilasizlarmi? O'zi bu noma'lum pingvin dazmol deb qo'ydi. Utuk deyishadi ko'pchilik. Shuni hozir nima sababdan parcha chiqarmay qo'yishini sababini aytaman. И tuzatishga o'rgataman. Parcha chiqarmay qo'yishning sababi xlor yig'adi, ichiga xlor to'playdi. Ikkita qozoni bor buni. Bu joyda. Bittasi qaynatadi, qaynagandan keyin bu yoqqa parini chiqarib beradi. Par keyin bu joydan chiqadi mana hozir. Bu ham rashan yomon qatib ketibdi. O'zi mana shu joylardan parcha chiqaradi. Endi buni tozalashga o'rgataman. Tepasidagi qozon ochiladi. Ichidagi qozonni ham ochamiz. Batafsil Xudo xolasa zo'r video chiqarib beraman shundan. Sizlarga buning uchun nimalar kerakligini hozir ko'rsataman. Xo'p, sizlarga bitta shunaqa 5 millimetrli shestagramga ключ, ya'ni 6 burchali ключ kerak bo'ladi. Bitta plyus отвертка. Endi ochamiz. Mana защитный degan narsasi singan ekan, o'zi mana kley qo'yib qo'ygan ekan, kley quyib qatirgan ekan. Buni olib tashlaymiz mana bu joyda. Hop. Mana bolt ko'ryapsizlar, ikki tomonda shunaqa shurup bor. Shuni chiqarsak, bu ham chiqadi. Shuni chiqarib olamiz hozir. Mana shu bolt chiqadi. Endi ikkinchi tarafi. Voy. Yomon bo'lib ketgan. Kley quyib yuborgan ekan bu joyiga. Bu joyga kley qo'yish hisobiga bu bolt deyarli chiqish imkoni bo'lmadi. O'zi aslida sinib ketgan mana. Mayli, buni chiqarmaymiz. Endi qaranglar. Bu joyda 3 ta bolt chiqadi, bitta, ikkita, 3 ta. Buni ochamiz. Buni ham chiqarib olishimiz kerak. Mana shu oralarda mana ko'ryapsizlar, mana shu teshikda o'zini boltchasi bor, u ustida. Shuni pastga qaratsanglar, mana bunday pastga qaratsanglar chiqadi bu bolt. Mana ko'rindi. Kichkina отвертка solib buni chiqaramiz. Mana shuni shunday chiqarib olamiz. Nima sababdan bu tarafini ochinglar deganimda keyin tushuntirib beraman. Bu tarafni ochmasak ikkinchi qozon, ya'ni asosiy xlor to'ladigan joyga ochish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun buni chiqarib olamiz deyman doim. Ochib oldik. Bu endi shu holatda turib turadi mana. Shunaqa narsalar hammasini bitta joyga qo'ysanglar, keyin yo'qolib qolmaslikka yaxshi bo'ladi. Chekkaga qo'yib qo'yasizlar shunaqa qilib. Endi hop. Navbat nasosga keldim. Nasos ham ichi to'ladi. Buni pasti to'lib qolishi mumkin mana bu nasosning ichi to'ladi bu joyi. Nasos qanday chiqaramiz deydigan bo'lsanglar, mana birinchi o'rinda bu joyga 14 ключ tushadi. Qaranglar. Mana 14 ключ. Buni tagini mana. Shuni tagini pastga bunday bosasizlar mana. O'zini bo'shatib olasizlar ozgina. Shuni o'zini bo'shatganingizda bu mana qimirlaydigan bo'ladi. Endi tepasida 19 ключ tushadigan temir bor. Shuni aylantirish hisobiga buni tagidan bunday chiqarib yuborsa bo'ladi. Tashqariga chiqaramiz hozir. Mana shu 19 ключ solib o'sha yerda bo'shatasizlar mana. Buni o'zi qimirlaydi, mana buni o'zi qimirlaydi, bu qimirlamay turadi. Hozir bo'shadi. Bu bo'shadi tagidan, polni chiqadi endi. Endi qaranglar. Mana bu tarafini bunday olib borganda shu nasosning simi qayerga ulanganini ko'ryapsizlarmi? Ikkita oq bo'ladi, plus minus yo'q bularda. Mana shu nasosda plus minus yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Shu joyini sizlar bitta nima qilasizlar? Rasmga olasizlar. Bitta rasmga olib qo'yasizlar. Ochganinglarda bitta rasmga olinglar, zo'r qilib, keyin tushunishinglar oson bo'ladi. Endi nasosning simini bo'shatib olamiz. Ikki tomonda nasos simi bor. Bu ключатор bo'lsa, mana bu ключатори. Sveti pastga qarab turadi. Agar buni solayotganda aylantirib qo'ysanglar, promoy tashlamay qo'yadi, o'zi o'chmay qo'yadi mana bunday anaqalar. Dazmol o'chmasdan to'xtovsiz qizib ketadigan bo'lib qoladi. Buni shunday tepaga ko'tarishinglarga o'zi chiqadi. Bu qistirilgan narsa, oddiy mana. Bu qistirilgan narsa bo'ladi. Buni chiqarib olasizlar tashqariga. Mana shu holatda qoladi bu. Shu tomonni ham rasmga olish esdan chiqmasin. Endi bunga yo'l ochildi, buni chiqarib olamiz tashqariga. Voy, uzilgan ekan mana. Ko'rdinglarmi? Endi ikkinchisini bo'shatamiz. Motor ajradi. Suv tortadigan motorchiga hop ajradi. Endi buni chiqarib olsa bo'ladi. Tepasini burasida bu aylanmaslik kerak. O'zi mana. Buncha chiqdi. Tak, endi qaranglar bu yerda hop ikkita kabel
Shu tentini qizdirib beradi xolos, qozoniga o'tadigan ikkita kabel bor. Asosan ikkita kabel. Qani bittasi bu, ikkinchisi bu oq kabel. Bularda ham plyus minus yo'q, o'zi joyiga qatadi. Hech qanaqa o'ylanadigan narsa emas bu. Rasmga olsanglar bo'ldi sizlarda shu. Rasmga olsanglar yutasizlar. Yumshatishdan oldin rasmga olib ochaverasizlar. Bu qiyin ish emas bu, hech qaysi biri. Buni ochamiz mana. O'sha bu ham chiqdi. Bitta bu yoqqa tushdi mana. Endi bu o'z solayotganinglarda joy-joyiga kelib qoladi. Uzunligini, o'chkamini bir xil qilgan bu narsani. Hech qachon buni bu joyga yoki buni bu joyga ulab qo'ya olmaysizlar. Adashishlar mumkin emas. Mana shuni tagida qaranglar. Mana shuni tagida ikkita kabel bor. Mana bu joydan qoradan o'tgan kabel. Bu ham shu joyda qolib ketaveradi. Mana o'zini ajratasizlar. Bo'ldi, bu mashaqqatda qolaveradi. Bu ham boshqa joyga ulanishi nimasi yo'q. O'zi ulayotganinglarda bir joyga keladi hammasi. O'zini joy-joyiga boradi. Polni mana ajratib oldik. Ko'ryapsizlarmi? Agar xohlasanglar mana buni ham chiqarib qo'ysa bo'ladi. Bu joydan hozir chiqarayotganimizda muammo bo'lmasligi uchun ko'rsatib beraman buni ham. Bu shtekirli narsa, tortib chiqadigan narsa, mana shu narsa. Mana sug'urishdan oldin buni ham qatdan sug'urayotganlarni ko'rib olinglar. Yana hozir sug'urib qo'ysam men o'zim bilaman, sizlar bilmaysizlar. Sug'uryapman. Bu boshqadan ko'ra, mana boshqasidan ko'ra yiltiroqroq rangda, tilla rangda bo'lar ekan birinchisi. Ikkinchisi ключатор mana shu holatda turibdi. Qizil ключатор mana qizil tochka yo'l tomondan chiqaryapman mana. Ko'ryapsizlar, qizil tochka bunday qilib pastda qolib ketadi. Qizil tochka pastda bo'lsa, bu tepadan chiqyapti. Shuni ham rasmga olib chiqasanglar bo'lardi. Bo'ldi, chiqdi mana. Endi asosiy ishimiz shu blok qozonni ochish. Qozonni ochsak bo'ldi, hozir hammasini ko'rasizlar o'zingizlar. Bu joyga ham shu 14 tushadi. 14 ключ. Mana. Bu nimani ushlab turadi? Bu mana shu ruchka ushlab turadi xolos. Agar bu shu qimillab qolgan bo'lsa, sizlarda qaranglar. Bu yana bitta ma'lumot. Qimillab qolgan bo'lsa, shuni o'zini qatirib qo'ysanglar bo'ldi mana. Qatirsanglar qimillamay qoladi bu ruchkasi. Mana shu holatda chiqazamiz. Bunun tagida ham shunaqa mana o'zini shaybasi chiqadi. Mana ko'rdinglarmi? To'qlarni ajratishimizning sababi shu esida. Endi xotirjam buni ichini tozalasak bo'ladi. To'qni ajratmasak bu narsasi chiqmaydi, qozonni ham ocha olmaysiz. Bu joyda endi shunaqa korpusini ochamiz. Korpus ochganimizda o'sha qozonlar ochildi mana. Bitta qozonda asosiy qozon, suv kirib qaynaydigan qozon, bunisi bo'lsa par chiqarib beradigan qozon. Par o'tadigan. Endi hop 5 ключimiz mana shu joyga tushsa, bu joyga 10 tushadi. 10 oddiy ключ tushadi ekan. Birinchi shuni ochamiz. Birinchi ochganinglarda juda katta bo'lishi mumkin. Ochish jarayonida katta bo'lishi mumkin mana shu narsalar. Germetik quyilmaydi bu narsaga. Rezinkasi bo'ladi o'zida. Germetik quysa qaynash hisobiga juda par germetikni yorib ketishi mumkin. O'shuncha o'zini maxsus prokladka nimasi bo'ladi o'zini. Rezinkasi bo'ladi oraligida. O'shuning uchun bemalol qo'rqmasdan ochib yopishga mumkin, tozalashga mumkin bo'lib chiqarilgan bu narsa. Bu ochildi. Har bittasining tagida shunaqa shaybasi chiqadi, boltlar o'zining shaybalari bor. Ichlarida qolib ketdi bunda. Mana osongina chiqdi bunisi. Ko'pchilik mana shu qozonni o'zini tozalab berib ketadi. Shu qozonni o'zini tozalab berib ketsa, asosiy bilinmaydi ichida nima borligi. Qaranglar. Mana shuncha holat. Birov tushgan narsa mana joydan tushdi mana. Shu joyda turadi. Ruchkaning tagida. Endi buni ochamiz. Qanchalik yomon bo'lganidan hozir shuni birgalikda ko'ramiz. Men ham ichini ochib ko'rib olganim yo'qmi oldinda. Motorchasini bittasini uzilgan chiqdi. Balki o'sha suv haydamay qo'ygandir o'zi. Bab ichini ochib ko'rsatib qo'ysam sizlarga. Oson. Har bittasining tagidan shunaqa narsa chiqyapti mana. Nimagadir bu yozma. Ko'p ishlatilmaganga o'xshayapti. Ko'p ishlatilmasdan par chiqarmay qo'ygan. O'zi menda ham boshqacha ключlar bor edimda, tepadan tushadigan ключlar. U ключim hozir yo'q ekan. Mayli shuni ochyapman. 10 ключda. Hadovoy ключ 10 tushadi. Shuncha narsani ochdingiz, boshimiz aylanib qolmagan deyishinglar mumkin. Qo'linglarda shu narsa ish qilib turgan vaqtinglarda buzilsin, keyin ko'rasizlar. Zarur ish chiqarayotgan paytda buzilsa, ochib o'rishga ham tayyor bo'lasiz. Aynan shu videoni ko'rib olsangiz, hech narsasini yashirmagan holatda o'rgatyapman. YouTube uchun bu o'zbekcha birinchi video bo'ladi inshaalloh. Hech kim hali bunaqa narsani haqida chiqargani yo'q. Albatta manfaati tegadi chevarlar uchun. Oxirida bitta shu joyda ham qolyapti mana. Seni yaqinlashtiraylikmi?
mana shu chiqib turib hozir tegib qoladi. Kattalashmasin. Agar sizlarda mana shu joy tegib qoladigan bo'lsa, mana tegib umuman chiqmaydigan holatda bo'lsa, mana shu holatda qopqonni ochishga harakat qila olasiz. Chunki bu ajrab bo'ldi o'zi. Bu tekkani yo'q lekin. Ba'zi dazmollarda tegadi. Mana shu yerga tirilib qoladi. U holatda nima qilasiz? Mashina o'zini chiqarishga harakat qila olasiz. Sekin-sekin mana shunaqa joylardan ochasizlar. Birinchi ochilishi ekan mana. Hop. Sekin tagidan boshqa joydan sekin-sekin ochasizlar. Hamma joyga sekin-sekin atletikaga solib chiqsanglar, bir joyga tushib o'zi ochib yuboradi. Kichkina atletikaga solib qo'yasizlar. Bu ana. Mana shu joylarni tozalash kerak. Bu teshik sal o'zi yaxshi, bu ham to'lib ketmagan, bu joylar to'lmagan. Mana bu joydan ko'rinsa bo'ladimi? Yo'q, ana ko'rindi. Bu to'lib ketmagan joylar, lekin tozalab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Основной mana shu joylari to'ladi. Bunda suv qaynaydi, bu joyga tushib, mana bu joydan pari chiqarib beradi. Aynan mana shu teshik. Shu teshikdan pari chiqish kerak. Endi qaranglar, ikkita teshik bu joyda bor, ichkarida. Bu tomondan ko'rinadimi? Mana shu teshiklar deyarli to'lib qoladi. Bunda hozir yaxshilab turibdi. Ozgina qurumayotgan xolos. Endi ozamiz ekan. Endi buni orqasini birinchi ochishimiz kerak edi, ochmayapmiz. Buni ochib olasiz. Hozir sotuvchilar bitta narsasini aytib beraymi sizlarga, qaranglar. Bu joylarda ham teshik bor, hamma joyda teshik bor deb sotishadi-yu. Sizlarga yaxshi ma'lumot bo'lyapti hozir. Mana qarang. Bu dazmolda mana shu bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 10 ta teshigi bor. Oddiy dazmol mana. Ko'ryapsizmi? Ba'zi dazmollarda yulduzchalik teshiklar ko'rasizlar mana shu joylarda. Hamma joydan par haydaydi deb sotadi. Hech qachon bunaqa dazmol bu joylardan par hayda olmaydi. Bir dona teshik chiqadi mana. Ko'rdinglarmi? Buni chiqardik. Обязательно hamma dazmolda bir dona teshik bor. Hech qachon o'ylamanglar. Hamma joyda teshik bo'lsa, hamma joydan chiqadi deb. Bunaqa emas. Ko'ryapsizmi? Endi mana shu teshiklar hammasini ochib chiqasiz. To'lib qoladi mana shu holatda. Eng katta ayb bo'lgan bittasi ham mana shu. Dazmolni polni ochishdan oldin buni chiqarib tozalab oling. Keyin bundan keyin pal chiqarmaydigan bo'lsa, sekin ichini ochasiz. Faqat qo'rqmang buni ochayotganingizda. Endi buzilsa nima bo'pti? O'zi aslida buzilmaydi. Men aytganday mana shu holatda ochsanglar yaxshi bo'ladi. Bittani buzasizlar. Lekin buziladigan narsa emasda. Chunki sizlar rasmga oldinglar buni ochayotganda mana bu joylarni. Tozalaymiz, ichini qayta yopamiz shuni. Ichlarini o'zingizlar xohlagan narsalarni tozalaysiz. Aynan bitta narsani tozalash tavsiya etilmaydi. Men shuni atletikada sekin qurib nima qilib chiqaman. Endi ba'zida limonli kislota bo'lishi mumkin. Limonli kislotadan foydalansanglar bo'ladi. Shu holatda tozalab yana qayta qo'yaman. Endi qanday ochgan bo'lsak, shu holatda solishimiz kerak. Xohlasangiz hamma joylarini bitta-bitta rasmga olib oching. Yopishga qiynalaman desangiz. Shu holatda solamiz, hamma boltini qatiramiz. Mana shu holatda hamma boltini solib qatira olasizlar. Lekin aytilgan bitta narsam, qaranglar. Xo'p. Dazmolingizni ochganingizda mana shu joyga e'tibor bering. Agar shu orasidagi tunaka deb qo'yadi, yuqa tunakalar bor o'zida, temirlar bor. Kuygan bo'lsa, bu siz ko'zingizga ko'rinadi, bunda ko'rinmayapti, lekin hozir yaxshi turibdi bu. Kuyib ketgan bo'lsa, ba'zida dazmolchilar ko'p qizib ketadi, ba'zida umuman tashlamay qo'yadi, ba'zida yonmay ham qo'yadi. Shu narsasi mana shu joydan bo'ladi. Bu bitta mana shu joyni almashtirishman. Bitta mana termostat deb qo'yadi, buni termostatni shunday almashtirishman. Ishinglar hal bo'ladi. Bu narsa sotuvda bor. O'sha dazmol hamma narsasi ham sotuvda bo'ladi. Ko'proq kuyadigan narsa mana shu narsa bo'ladi. Shu joyga e'tibor berib, ko'zma ko'rganinglarda kuyganga o'xshab zanglab ketgan bo'lsa, buni ham almashtirib qo'yinglar. Endi yopa olamiz. Mana shu polni hamma joyini qatirasizlar. Endi kichkina qozonchasini mana blogini qatiramiz. Shu rezinkasi chekilarga o'zim moshnik tushadi. Hop, pastda yopib tepada nima qila olasiz mana. Ba'zida bu tomonda qolib ketadi. Farqi yo'q qayerda turishini. Bunga qistirilgani uchun buni qistirib oldim. Solish jarayonida. Shuna qilib buni ham qatirib chiqamiz. Uchala boltini ham mahkam qilib. Endi navbat shu korpusni solishimiz kerak. Korpus solayotganda mana shu simlarini orasidan chiqarib qo'yishimiz kerak. Orqa tarafda. Endi buni qatirib olamiz. Qanday ochgan bo'lsa, xuddi shunday qatirib kelyapmiz. Endi navbat ruchkasiga. Ruchkani solishdan oldin mashinasi esdan chiqib qolmasin. Bu ham yumshoq narsa. Taxtaga o'xshagan narsa. Mahkam qatishiga yordam beradigan narsa-da bu ham. Tushib qolgan bo'lsa solib qo'yasizlar, tushmagan bo'lsa o'sha yerda turadi. Ruchkasini mana shu o'rnadan solamiz. 14 bulutni qatiramiz.
Dazmolingiz ruchkasi o'z-o'zidan qimirlab likillab qolishi mana shu joyga bog'liq. Shunday ochib qatirib qo'ysangiz, mana. O'zi qiyin ish emas, shunchaki yarim soat apsini qilsangiz, dazmolingizni yo yangi olishdan qutulasiz yoki yaxshi o'zingiz usta bo'lib qolasiz. Ko'rasizmi, qimirlamaydi bu endi. Navbat orqadagi kabellar ulashga qoldi. Aytganimdek, boshlaymiz endi. Qaranglar. Birinchi buni ulaymiz. O'zi mana shu yerda turibdi mana. Shuni ulab olamiz. Birinchi simni o'zini joyiga qatirdik. Endi ikkinchi sim shu aytganimdek mana shu tagidan o'tib bu joyga borish kerak. Mana shu joyga kirish kerak. Uchinchi simimiz bu kulchatri simi. Bunga tegmay turamiz. Mana shu oralardan o'tkazasiz. Bitta, ikkita, uchtasini orasidan tagidan o'tkazsa osonroq bo'ladi. Chiqdi. Ko'rdingizmi? Shuni shu yerga boltini qatirib qo'ysangiz kifoya. Chunki siz rasmga olgansiz, buni bilasiz. Nima bo'lmaydi endi sizlar, qiyin emas. Buni qatirdik. Endi kulchatri oxirida. Kulchatri mana ko'ryapsizlarmi? Sveti pastga qarab turgan holatda shunisiga solamiz. Bo'ldi mana. Mana shu joyga solamiz mana. Endi faqat nasos qoldi. Nasosni uzilgan kabelni ulab mana shu joyga hozir olib kelaman. Buni teshigini yopib qo'yibmiz. Qatirishga hozir buni chiqarib tursangiz bo'lardi mana shu holatda. Shu yerga nasos simlarini qatirib olaman hozir. Qarang, nasos haqida eng kerakli bo'lgan ma'lumotni aytish esimdan chiqib qolay debdi. Nasosni shu tizimi ochiladi, bilsanglar agar. Bunga kuch solgan holatda ikkinchi boltni chiqarib turib, buni o'zini chiqarishimiz kerak. Zo'r mexanizm bor ichkarida. Kichkina prujina orqali suv haydaydigan narsasi bor. Agar shu prujinasi uzilib ketsa yoki ko'p suv kirish natijasida zaynab qoladigan bo'lsa, to'xtovsiz dazmolinlar suv haydab yuborishi mumkin yoki umuman suv kelmasligi mumkin. Shuni o'zini ham bir ko'rsatib o'tib ketay. Zo'r ma'lumot bo'ladi. Buni ochib olishimiz kerak oldin. Buning uchun bizga ikkita 19 kulush kerak bo'ladi. 19 kulushim ikkita emasligi uchun eplab mana shu narsani mana qaranglar. Polni tashqariga chiqarib olaman. Bo'ldi, o'sha chiqdi mana. Ikki tomonida ikkita shayba bor, xolos, boshqa narsasi yo'q motorda mana. Ikkita shaybani o'ziga to'g'rilab qo'yib qo'ysanglar bo'ldi keyin qatirishda. Ikkita kulushim yo'q. Yanimda bittasini shu joyga ushataman. Ikkinchini bo'rayman endi. Boshda qattiq bo'ladi, ozgina bo'shatib olguncha. Bo'ldi mana. Deyali chiqdi. O'zi ikkita kulush bo'lsa ham bu yerga tushishi juda qiyin. Mana shu nimasini chiqarib olsa, to'q joyini chiqarib olsa o'zi oson ko'rinadi. Qaranglar. Ko'ryapsizlar mana. Yomon bo'lib ketgan bo'lsa, nina bir narsalar tiqib buni ichini tozalaysizlar. O'zi teshigi juda kichkina bo'ladi. Yomon bo'lmagan bo'lsa, mana qaranglar, mexanizmi chiqib kelyapti. Ko'rdingizmi? Mana shu prujina. Shu prujinasi ko'p holatda zanglab qoladi. Zanglab uzilib ketishi ham mumkin, qatib qolishi ham mumkin. Bu xlor to'lib qolsa, hozir xlorini tozalab qo'ydim. Solayotganda juda ko'pchilik adashadigan narsa shu narsani ichkariga birinchi tashlab oladi. Keyin buni teskari solib qo'yishi mumkin. Mashinasiga turadi deb. Shunaqasiga turganga o'xshaydi o'zi aslida qaranglar. O'ng tomon mashaqqa o'xshab qoladi. Unaqa emas. Buni chiqaramiz, buni chiqaramiz. Buni ichiga buni solamiz. Endi buni solamiz mana. Vibratsiyasini ko'ryapsizmi mana? Buni ishi magnit xolosda, motorchi deyiladi aslida. Magnit hosil qilib, buni ichkariga tortadi. Mana shu tortilish jarayonida suv ichiga tushib olish uchun. Bo'ldi, buni vazifasi hech qachon to'xtab turmaydi. Anaqa suvda turmaydi deganim, suv bilan ishlamaydi bu. Oddiy mana shu prujinani ichkariga ozgina tortib beray deydi, xolos. Shuni tortib beradi, magnit orqali bitta tortadi, suv ichiga tushib oladi. Sizlar bosganinglarda, mana bu narsani bosasizlar-ku, shuni bosganinglarda ichkariga bitta tushadi, suv tushadi. Keyin qo'yib yuborganinglardan keyin bu yana yopilib oladi. O'shuncha doim aytaman. Buni ishlatayotganda 3 sekund bosib ishlatasiz mana. 1 2 3 qo'yib yuborasiz. O'zi parsekin suv tushguncha, qaynab o'tguncha sizga o'tib bo'ladi o'zi. Anaqa qaynab par chiqarib beradi. Agar to'xtovsiz mana shu holatda mana shuni polni bosib turadigan bo'lsangiz, qaynamasdan, qaynab ulgurmasdan sizga suv chiqarib beradi bu narsa.
O'shuning uchun buni 2-3 sekund bosasiz qo'yib yuborasiz. Birpas kutasiz parcha chiqguncha. Yana bosasiz, yana qo'yib yuborasiz. Shu holatda ishlating bu narsani. Ko'rdingizmi? O'rganib oldingiz bu yerni ham. Eng kerakli joylardan bittasi edi. Bunda teshik yaxshi. Solamiz. Mana shu holatda sekin qatira olasiz. O'sha bo'ldi. Qattiq shart emas bu yerdagi joyiga. Shunchaki ozgina o'tib qo'ysa bo'ldi. Chunki o'zi chiqib ketadigan narsa emas. Endi bu tumonlarga tepaga, tumonlarga tepaga bo'ladi. 3/4 qismi o'zi aytib qo'yadi, o'zi bunday pastga qaraganinglarda mana shu joyga tushadi. O'zi gapiradi bu. Mana shu holatda tushar ekan. Tepadan solasizlar. Yana buni qatirib qo'yasizlar. O'rtacha bo'shroq turib tursa, bu joyiga qatirganimizda kerak bo'ladi, bo'sh turishi. Buni qatiramiz mana shu joyiga. Endi qarang, uzilgan simni issiqqa chidamli kilida ulab oldim. AB kilaymi, Akfix kilaymi, mahkam ulaymiz. Shunaqa issiqqa chidamli narsada ulamasanglar, bu ichkaridagi simlari baribir erib yana uzilishi mumkin. Tagidagi boltni yaxshi qatirmanglar deganim sababi, shuni tepadan ushlab, mana aylantirib qatira olasizlar. Problemasiz o'zi qatadi. Agar tagini qatirib qo'ysanglar, bu ham qo'shilib aylanib ketadi bu narsa. Endi ustidan shu 19 pul tushadigan joydan rosmani pastroqqa qatirib qo'yasizlar ozgina. O'zi bu ham qattiq bo'ladi, bir pasda qatadi. O'ta qattiq qatirama deb buni burasanglar, sindirib qo'yishinglar mumkin tagini. Bo'ldi, o'sha mana shu yetadi. Endi buni simlarini ulaymiz. Kalta simi pastga tushadi. Shu uzun simi tagida mana shu simlar orasidan o'tib tepaga chiqib ketadi. Shoshilmasdan ehtiyotkorlik bilan shu yerga chiqarasizlar uni tepaga. Mana chiqadi. Hozir kilayda ulagan joyimiz turib qolyapti, lekin o'tadi. Mana shu keldi. Qaytib ko'rsatyapman. O'zim bilaman bu narsani. Mana shu joyga keltirib oldik. Endi qatiramiz boltlarni. Pastdagi kabelni mana boltini solib oldim, qatiryapman. Ko'rsat. Endi tepadagisini qatirib olamiz. Boltini solaman. Shu motorchadagi simini ham qatirib oldik. Bu yerda deyarli ish tugadi. Hamma joyi mana rasmga qanday olgan bo'lsalar, xuddi o'shunday soldim. Endi mana shu ko'chatini yana solib qo'ysam. Mana. Endi yopamiz. Uchala boltni ham qatirasiz yana chiqargan boltlaringizni. Videoni biroz tezlashtirib beraman oxir baribir. Tezlashtirib montaj qilmasam odamlar hozir qisqa video ko'rib o'rganib qolgan. Bu ham bitta hunarda aniq 100%. Kichkina bo'lsa ham ana bitta bilim bor bo'ladi mana odamda. Shu holatda qatirasiz. Endi shu chiqargan narsangizni yana solib olasiz joyiga. 3-bolt. Bolt. Aylantirib olibman. Kimti joyi bor o'zini. Kimti joyini pastga qaratgan holatda bolt o'shaga qatadi. Eng kichkina detalgacha o'rgatib ketyapman sizlarga. Ko'ryapsizlarmi? Mayda narsasigacha o'rgatyapman. Qo'lda ushlab olmaslik uchun bu narsani har ehtimolga qarshida bu o'zi to'q urmaydi aslida. Teparoqqa qatirib qo'ya olasiz mashina.
4,5 ta tursa yetadi. Tokka qarab o'zgartirasizlar bu nimasini, gradusini. Endi nimasi qoldi? Tagini qatirib olishim kerak. Endi bu singan joyi bor bu joyda. Buni hozircha sotib yuboraman. Bir bozordan qarashga harakat qilaman bu narsani topishga. Mana shu holatda turar ekan xolos bu. O'zi qandaydir kilay bilan egasi nimadir qilgan ekan. Mana tagidagi kavushni solib oldik. Endi to'qosqib ishlatib ko'rishimiz kerak. Mana kabelni qaranglar. Bu narsa nol, o'zi bu to'qurmaydi. Uzib tashlash kerak. Bunda nol chiqadigan narsa yo'q. O'zi aslida bunaqa razvedka nima deydi? Vilkani qo'yish noto'g'ri, sal qimmatroq. Bunaqa nolni ham ulab qo'yadigan vilka qo'yib qo'yish kerak aslida. Hozir menda yo'q unaqa narsa. Mana qarang. Bu joy ketyapti ekan. Qo'lingizga qanaqa narsani kimdir olib kelib beradigan bo'lsa, ko'nglingiz bo'lmayaptimi biron joydan? Bu narsani egasi bilish shart emas, to'g'rilab qo'ydim deyishingizni. Shunchaki ko'nglingiz bo'lmagan joyini almashtirib yoki to'g'rilab, tikuvchilar ham kimdir bironta nima tikib bering deb keladigan bo'lsa, to'g'rilab qo'ya oling shu narsani. O'zingiz ko'nglingiz bo'lmadimi? Asha joyini to'g'rilab qo'ying, inshaalloh asha ko'nglingizdagi narsani solib qo'ydingizmi, Xudoyim o'zi bir to'g'rilab qo'ysa mana shuni hozir. Meni ko'nglim sal yorishadi-da. Siz ham xuddi shunaqa bo'ling. Kim bu videoyimni ko'rsa, bu video endi eng oxirida chiqadi. Bu joyga yetib boradigan odamlar kam bo'lsa kerak. Ko'nglingiz bo'lmagan joyini to'g'rilab qo'ying. Xudoyim o'zi ajrini beradi inshaalloh. Tikuvchilar ham ko'ngli bo'lmayaptimi? Boshqatdan tikib bera oling. Hech qanaqa vaqtingiz ketadi to'g'ri, lekin baraka shunda bo'ladi. Inshaalloh baraka shunda. Asosiy to'qiradigan narsani uzib tashlab, boshqatdan chiroyli qilib olib qo'yamiz. Mana qarang, ochganimda vahshiy noto'g'ri-da bu. Ayol kishi o'zi qiynalib bo'lgan shekilli. Temirni shunchaki mana bu narsaga qatirib qo'ygan. Ko'ryapsizlarmi? Temir tagida o'zini rezinkasi turishi kerak aslida. Xudo saqlabdan bu yomon to'qiradi agar. Qo'limizdan kelganicha bezopasnost qilib qo'ydik. Endi ishlatib ko'ramiz. Shlankasini ulab, boshqa nimasiga suv quyib oldik. Mana shlankasini mana shu joylari tekshirgan ekan. Shlanka olib bering ham deb mendan so'ragan, shlanka ham olib chiqib berishim kerak. Endi tortish boshlaymiz suv. Birpas kutamiz endi. Rost mana suv kelyapti, tepadan tushyapti hozir. Bu yer juda yorug'ligiga hozir pari yaxshi ko'rinmayapti, lekin normalniy pari keldi. Shunday suvdan oqib ketyapti ekan u. Xullas, dazmolni shu holatda tozalaysizlar. Qaranglar, dazmolni mana shu joydan havo kirib qolayotgani uchun hozir suvni nariyoqqa bermayapti. Yangi shlanka qo'yishim kerak ekan. Yo bo'lmasam shuni o'zini uzib, yerga ulab ko'ramiz. Mana bu joyini ulab, o'sha joyini chiqarib yubordim. Mana shu joyi kesilgan ekan, pari umuman bermayotgan ekan. Suv mana shu yerda oqib ketadi hozir. Ular videoda yaxshi ko'rinmaydi, lekin zo'r par beryapti. Yana ozgina qizdirish qo'yib qo'ysak. Mana. Bizda to'q ozgina pastligi uchun ham yaxshi qizdirmabdi. Mana shu holatda ishlatib olasiz. Ozgina bosasiz. Ko'p bosib olsangiz, qaynatmasdan suvni o'zini chiqarib yuboradi. Mana. 3 sekund bosib qo'yib yuborasiz. Tozalagandan keyin nimaga fas chiqarmadi?
Ba'zi chiqarmayapti-yu, uzoqda keldi-yu deb o'ylamanglar. Chunki bu birinchi ichini ochib tozalaganimizda tokini sozlab olishingiz kerak. Tokingiz balandligiga qarab buni hozir mana 5 dan o'tkazib qo'ydim. 5 dan o'tkazdim. Shlankaga havo kirib qolsa ham bu tomonga tortish nimasi kamayadi. Tortish kerak. Keyin bu nimasini boshqasini, suv quyadigan boshqasini balandroqqa ilasizlar. Balandroqqa ilib qo'ysanglar. Mana bu narsa napor emasda, bu napor olib kelib beradigan narsa emas. Bu shunchaki prujinani ochadigan narsa. Suv tushadi xolos. Boshqasini ham balandroqqa ildim. Endi yaxshi ochdi. Ochgandan keyin bitta sozlab olish o'zingizga bog'liq. Biron joyga yaxshilab sozlab olishingiz kerak. Xudo xolasa hamma uchun manfaatli bo'ldi degan umidaman.